Biz Buxoro shahridan taxminan 50 kilometr uzoqlikda joylashgan va qadimiylikda Narshahiy manbalarida keltirilishicha Buxorodan-da qadimiyroq bo'lgan Poykent shahri xarobalarida turibmiz. Mazkur shahar miloddan avvalgi 4-asrda taxminan paydo bo'lgan va 12-asrning o'rtalarigacha juda gullab yashnagan shaharlardan biri bo'lgan. Bu yer tarixiy manbalarda yana savdogarlar shahri ham deb yuritiladi. Sababi bu yerga Yevropa va Xitoy mamlakatlaridan savdo yo'llari o'tgan va bu yerda juda ko'plab karvonsaroylar bo'lgan. Shu sababli Poykent shahri nihoyatda badavlat va ko'rkam shaharlardan biri sanalgan. Poykent ilk o'rta asrlarda Buxoro vohasidagi eng obod va yirik shaharlardan hisoblangan. O'zining qulay geografik o'rni tufayli Poykent Samarqand va Buxoroni o'rta va yaqin sharq shaharlari bilan bog'lagan. Sharqiy Turkistondan chiqib Bag'dodga yo'nalgan qadimgi Buyuk Ipak yo'lining shimoliy tarmog'i Poykent orqali o'tgan. Shuning uchun ham Poykent ilk o'rta asrlardayoq Movarounnahrning janubiy darvozasiga aylangan. Shaharning umumiy maydoniga keladigan bo'lsak, uning bizgacha yetib kelgan xarobalaridan shahar haqida umumiy tasavvur hosil qilish mumkin. Eramizgacha bo'lgan 3-2 asrlarda bo'lg'usi ark o'rnida istehkom qishloq qad ko'targan. Uning maydoni qariyb 1 gektarni tashkil etgan. 5-asrning oxiri, 6-asr boshlarida arkning g'arbida 7 gektarli shahar, ya'ni Shahriston 1 paydo bo'lgan va ko'p o'tmay undan g'arb tomonda yondosh 13 gektarli Shahriston 2 paydo bo'ladi. 9-asrda esa qal'a devorlari bo'ylab qishloq rabotlar quriladi. 10-asrda arkda jome masjidi barpo etiladi. Bugungi kunda uning sharqiy devori va minora poydevorigina saqlanib qolgan. Bu yerda juda ham katta va go'zal masjidlar barpo etilgan. Tarixiy manbalarda ta'kidlanishicha, Poykentda joylashgan masjid mehrobi shunchalik go'zal bo'lganki, uning devorlari oltin, kumush va qimmatbaho toshlar bilan bezalgan bo'lgan va unga teng keladigani Movarounnahrda topilmagan. Har bir masjidni minorasi bo'lgan va o'sha Poykent shahrida ham juda go'zal va juda hashamdor minora joylashgan. Juda ham yirik, hattoki o'sha Minora-i Kalon minorasidan o'sha fundamenti 1 metr yirikroqligini o'sha o'rganganmiz. Shaharning 2 yo'l kesishgan markazida 8-asr oxiriga mansub dorixona binosi va maxsus tibbiyot xonalari qoldiqlari saqlanib qolgan. Markaziy Osiyodagi qadimiy apteka ham 8-asrga daxldor Poykentdan chiqqan. Arablar hujumi oqibatida vayronaga aylangan Poykent shahri va atroflari qarovsiz qolgan. Uning qadimgi qizariq sug'orish inshooti butunlay ishdan chiqqan. Bo'shab qolgan Poykent bir muncha vaqtdan so'ng qayta tiklanib, Zarafshon daryosidan yangidan suv chiqariladi. Shahar ichi va atroflariga yangi saroylar, turar joy, savdo inshootlari, do'konlar quriladi. Biroq suvning yetishmasligi hamda tashqi hujumlar tufayli bir zamonlar gullab yashnagan Poykent shahri 11-asrning ikkinchi yarmiga kelib yana inqirozga uchrab, vayronaga aylanadi.